va o'zligimizni ko'rsatilgan. Ma'naviyat markaziyligini bildirib turish kerakda. Yangi Toshkentda Milliy pedagogika universitetini birinchi bo'lib quryapmizsak, hamma muammoga kalit izlash bo'yicha qilyapmiz. Kalit. Niyatlarimiz buyuk, lekin shu niyatimizga yetish uchun bu kalit topishimiz kerak. Talabidan kelib, san loyihangdan kelib. Taklif bergan 3 ta 4 ta variant har bir viloyatda. Xo'p bo'ladi. Mana shu loyihalar. U ham xalqning manfaatiga ishlab, ishchi joy qilish kerak, sharoit yaratish kerak. Yangicha, ekologik, zamonaviy, xavfsiz va odamlarga ma'qul proyekt qilyapmiz.